2025-yilda o'zini eng noodatiy dizayni bilan sizni aniq hayron qoldirishi mumkin bo'lgan Aziz kamera haqida gaplashamiz. Bu kamera Aziz brendining H90 kamerasi bo'ladi. Kameramizni pastki qismidagi kamera 360 gradusga aylanadigan bo'lsa, tepasidagi kamera 220 gradusgacha aylanish funksiyasi bilan jihozlangan. Bu haqiqatan ham yangilik kamera. Endi hozir sizlar bilan ushbu kamerani qulaylik funksiyalari bilan tanishtirib o'taman. Kameramiz ikkala ko'zi ham 4 megapikseldan 2K plus formatda zapis qiladi. O'zini avtomatik yaqinlashtirgan holda obyektni kuzatish funksiyasi bor. 24 soat davomida sizlarga rangli tarzda tasvirda taqdim etadi. Olam bilan mashinani ajratadi. Ikki tomonlama audio aloqa qilsangiz bo'ladi. 512 GB gacha chipni poddeshka qilish funksiyasi bor. Juda ham moshni o'rtoqlar ushbu kamera Anavision do'konlarimizga yangilik keldi. Kimga shu va shu turdagi kuzatuv kameralar kerak bo'ladigan bo'lsa, Anavision do'konlarimizga kelishinglar mumkin. Pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring. Barcha kameralarni 12 ta viloyatga dostavka qilib yetkazib berish xizmatimiz ham mavjud. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz.